bugun prorab do'koni qayerda joylashganini, ya'ni lokatsiyasini qisqacha ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'pchilik bilgan Jondorstoyanka yo'q to'yxonasidan kelaverishda chap qo'lda joylashgan. Agar ark tomon yoki uglovoy tomondan kelsangiz, o'ng qo'lda yo'q to'yxonasiga bormasdan do'konimiz joylashgan. Do'konlarimiz hammasi alohida joylashgan. Birinchi do'konimiz qurilish do'koni, keyingisi santexnika va uchinchisi esa kafel do'konimiz bo'ladi. Hozir hammasini qisqacha ko'rib chiqamiz. Endi esa santexnika do'konimizni ko'rib chiqamiz. Endi esa kafel do'konimizni ham ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringizdek, do'konimizni qisqacha o'zini va joylashgan joyini ko'rsatdik. Bundan tashqari do'konimizning oldida ikkita sklad ham bor. Bu yerda suxoy smeslar, gipsokarton va profillar bo'ladi. Xullas, sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.